Bu tağlar, egiz tağlar, vay çıqay deymen. Qanatim qildi bağlaqliq, vay pucalmaymen. Bu tağlar, egiz tağlar, vay çıqalmaymen. Qanatim qildi bağlaqliq, vay pucalmaymen. Şenmisin kilip ketkin, körgen alimni. Men seni süyey deymen, vay süyelmeymen. Şenmisin kilip ketkin, körgen alimni. Veslinge yetey deymen, vay yetelmeymen. Veslinge yetey deymen, vay yetelmeymen. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qarindoshlar, Arslon Live'a hoş geldinglar. Normalde aldın ala tayyorlik qildim bu her zaman ekranga chiqqan chog'da, lekin men abay Anvar qarindoshimizning Uyg'ur Biz kanalida naq maydon qilgandim. Gapdan gap chiqib, albatta hamma odam mushu Kanadaga berishni qiziqyotidi. Asli men bu videoni baldiroq ishlashim kerak edi. Çünkü men ikkinchi oyda men Turkiyaga borgan chog'da shundoq ishlarga men duchor keldim-chu. Mushu Amerikaning Green Card lotereyasiga başvuruş iş bor ekanda. Menmi başvurgan, shunaqa mening beshimdan o'tganini deb beray degan va Uyg'urlarning bo'pmi bizning vatanimizda, ya'ni albatta vatanimizning ismi Sharqi Turkiston, lekin rasmiy olarak aytgan chog'da har bir Uyg'ur vatanimizda tug'ilgan chog'da shu Xitoyda rasmiy olarak tug'ilgan bo'ladi. Shunga har qanday bir anket tashqizgan chog'da shu Xitoyda tug'ildim deb tashqizish kerak hamda, afsuski ashla hamda. Shunga qarasam nurg'un mushu vatanimizda tug'ilgan Uyg'urlarimiz mushu Green Card lotereyasiga qiziqib başvuru etibdi. Hatta udul başvurmay mushu o'tirliqda bir vositalik shirkatlarni ishiltish orqali başvuru etibdi. Shunga men yerda diqqat qilishga tegishli ishlar bor. Birinchisi bo'p bir necha yil bo'ldi. Bo'pmi o'tib ketgan yil. Xitoyda tug'ilgan har qanday bir fuqaro mayli qandaq hozir vatandosh bo'lib keting, Turk vatandosh bo'lib keting, Yevropaning vatandoshi bo'lib keting, fark etmez. Siz Xitoyda tug'ildingizmi? Siz bu Green Card, Amerikadagi Green Card lotereyasiga başvura olmaysiz. Peki bu lotereya nima? Lotereya degan mushu har yili mushu 10-oyning boshlari va yoki 2-haftasida boshlab bir oy davom qilgan bir başvuruş bir muddat bor-chu. 10-oyning 1-chi yo 2-haftasi boshlab 11-oyning 1-chi yo 2-haftasi tugaydi bu. Tuggandan keyin sizlarga bir nomer berdi. Hatta başvurishmi unchalik tas emas. Ism, familiya so'raydi, tug'ilgan yeringizni so'raydi, qaysi davlatda tug'ildingiz. Anondan keyin buningda cho'qim en azından to'liq o'tirni bitirish kerak. Shuni bitardingizmi, bitarmidingizmi? Pasport numeri hech bunday narsalarni talab qilmaydi, lekin mushlar narsalarni talab qildi boy degandek. Ve 5 jiq bo'lsa 5 minut vaqtingizni oldi. Rasmni chaplab qo'ysiz, shuni ketadi. 10-oyda va yoki 11-oyda başvurdingizmi? Başvurup bo'lgandan keyin 7 oydan keyin, ya'ni 5-oylarda buning natijasi chiqadi. Bunga milyonlarca inson başvurdi. Başvurgandan keyin tanlaydigani 50 mi 55 ming insonni tanlaydi dunyoda. Tanlagandan keyin bu insonlar tanlandin degandan keyin bular konsulxonaga bir muloqotga başvurish kerak. Başvurgandan keyin oningda anondan keyin maktab bitirgan qog'ozlari, anondan keyin sog'liq, qon tekshirish, u bu ishlamlari bo'ladi. Men ma'duram Türkiye'ye borgan chog'da ba'zi qarindoshlarimiz ko'rishdim.
depdi başvurduq deb bir vasitlik şirket bilan başvurup demiş. Hatta kan tekşiriş, u bu nurgun pullarni topshirib demiş. Men dedim siz nerede tug'ildingiz dedim. Shu vatanda tug'ildim, hesabdamda Xitoyda, Jungoda tug'ildim dedi-da masalan. Men dedim xapaman qarindishim, siz buni başvuramaysiz. Nima uchun Jungo puhrasi yoki Xitoy puhrasi emas. Xitoyda tug'ilgan va yoki vatanimizda tug'ilgan birisi bu yeshil kart lotereyasiga, Amerikaning yeshil kart lotereyasiga başvuramaydi. Chunki 5 yilning yoqi Xitoyning Amerikaga ko'chman soni 50 mingdan oshqashqa Xitoyda tug'ilgan hech qandaq birisi mayli Uyg'ur bo'lsin, Tibetlik bo'lsin, Xitoyning o'zi bo'lsin, har qanday millat bo'lsin farq etmas, başvuramaydi. Hatta bu Green Card lotereyasiga har qandaq davlatdan tug'ilib turib ko'chib kelgan 50 mingdan oshgan bo'lsa 5 yilning ichida, buning ichida boshqa davlatlar bor. Meksika bor, meksikaliklar başvuramaydi. Kanadaliklar başvuramaydi. Angliyada tug'ilganlar başvuramaydi. Shuningga buni ya başvurup bo'lgan va yoki başvurishni o'ylashgan qarindoshlarga deb qo'yay dedim. Agar Qozog'istonda tug'ilgan bir Uyg'ur bo'lsangiz, başvura olasiz. O'zbekiston, Qirg'iziston, Afg'oniston, hamda Xitoydan boshqa siz bu Green Card lotereyasiga başvura olasiz. Ammo bugungi Xitoy chegarasida tug'ilgan bo'lsangiz, siz başvuramaysiz. Şuna bu dikkat qilinglar ve her zaman bu liste güncellep turduchu. Belki majili 10. ayda belki başvuralaysiz. Lekin mening qarashimcha yanala Xitoyda tug'ilgan başvuramaydi. Shuningga buni agar başvurganlar bo'lsa, qo'yilib qolgan bo'lsangiz, pulingizni shu vositlik shirkatlardan ilib olinglar. Chunki mumkin emas. Bay degandek tekrarlagan bo'laman. Siz hozir qanday vatandosh bo'lsangiz bo'ling, hech farq etmaydi. Uni bilan kar yo'q. Sizning tug'ilgan yeringiz bilan kar bor. Diqqat qiling. Men bevosita bu ishni o'tganki 10 oyda men shaxsan başvurdim. 5 oyda chiqmadi. Aningiz men bu to'liq o'qib chiqdimchu buning qurollarini. Sizlar o'qib chiqsanglar bo'ldi. Bir lista bor. Qaysi davlatlar başvura oladi Green Card lotereyasiga, qaysi davlatlar başvuramaydi. Bu aniq yiziqliq. Buni hech qanday shaklda boshqacha qilib bo'lmaydi. Boshqa yo'llar bilan kelsangiz bo'ldi. Birisi bilan to'y qilish orqali, ishlash orqali, boshqa nurg'un yo'llar bor. Lekin Green Card, yeshil kart lotereyasiga kelgan chog'da bunga başvuramaysiz, afsus. Green Card nimishqa hammadan qiziqadi? Chunki kaplam xuddi mishaning agar shu Green Card chiqib qolsa, shu mishaning vatandashidaklam yashaydigan gap. Shu bek yaxshi bir ishchi aslida bu Green Card lotereyasi. Lekin boshqa insonlarning qo'yilib qolmasligi uchun bu xato yo'lga navoda vatanimizda tug'ilib bo'lgan Uyg'urlar qo'yilib qolmasligi uchun bu videoni ishlab qo'ydim. Boshqalarga foydasi bo'lsin desangiz taqib qo'ying. Shuningga gapim o'sha tugadi inshaalloh. Kelaqadim kurashkichi omon bo'linglar qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.